يا أيها الذين آمنوا لا تتقوا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه عليهم أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Aziz muhtaram musulmonlar, mu'minlarga nido darsimizning bugungi qismisi Ulug' Alloh subhanahu va taoloning Sura Hujratdagi Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu kaseeran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم degan bu oyatda bo'ladi. Aziz qarindoshlar, Alloh subhanahu va taolo bizga chaqirib turib, eng ulug', eng go'zal, biz eng yaxshi ko'radigan suhbatimizni chaqirib turib, davomli bizga tarbiya ko'rsatma, yo'l yo'riq beryotidi. Va shundaqla biz musulmonlarning ibodati, axloqi, muomalasi, siyosati va hayotlik yo'lida qanday yashash, qanday qilish kerak bo'lgan ishlarni bir-birlab o'rgatyapti birodar. Chunki Alloh subhanahu va taolo bizni yaratdi, dunyoga akeldi va butun olamlarni Allah bizning dunyoda yashashimiz, hayot kechirishimiz uchun manfaatli, qulaylik qilib berdi. Va buni Alloh subhanahu va taolo yerning osti, yerning usti, osmonning osti barcha shaylarni Alloh subhanahu va taolo bizning dunyoda eng ustun, eng mukarram bir insonligimizni isbotlaydigan shaklda o'rinlashtirib qo'ydi. Demek o insan dünyadaki hamma narsadan faydalanadi, hamma narsadan manfaatlanadi. Allah bu kadar insanı dünyada mukarram qilgan ekan, bu insanın hayotiga qoida, nizam va qonun, yo'l yo'riq ko'rsatmay tashlab qo'ymaydi. Chunki bu Alloh subhanahu va taoloning Rahman, Rahim sifatiga, Alim, Xabir sifatiga muvofiq emas. Rab sifatiga ham muvofiq emas. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo biz insonlarni Odam alayhissalatu vassalamdan tortib toki Rasulullohga qadar o'zining payg'ambarlarini avatish va u payg'ambarlarga hayotlik yo'li, hayotlik dasturi hisoblanadigan kitoblarni nozil qilish bilan biz insonlarda Alloh o'zininki rabligini isbotlab turdi. Mana bugungi darsimizda Ulug' Alloh subhanahu va taolo bizga eng muhim musulmonlarning jamiyati, axloqi, baxt, saodatiga ziyonlik bo'lgan, musulmonlarni halok qilib o'tadigan, qul qilib o'tadigan, natijada xor qilib o'tadigan, boshqalarning mustamlikasi yoki tajovuziga yo'liqib yashaydigan, holga tushirib qo'yadigan eng ig'ir 3 tane kasallikka qarshi musulmonlar mudofaada turish va undan saqlanishga Alloh buyurdi. Biz oldingi darslarimizda deganimizga o'xshash, islom doim har bir shaxsning hurmati qo'g'diladigan, har bir shaxsga loyiq muomala qilinadigan, har bir shaxs xotirjam bo'ladigan en güzel hak, hukuk, adalet yukarı seviyede vücutta çıkan, ameliyatga çıkan
bir cemiyet kuruşunu İslam özünün birinci prensip kılıbılar. Ve o birinci İslam'ın nişanı o. Bunda bir cemiyetini kuruş. Tabii ki bu cemiyet kuruş için tuprak, vatan kerekken, onundan başka devlet kerekken, nurgun nesler kerekken, bu hem İslam'ın maksatlarının içinde birisi. Mana bu cemiyetni kuruş, İslam'ın maksadı bo'lgan ekan, bu cemiyetni kuchli qilish, mustahkam qilish va har turli boran chapqunlarga uchursa yiqilmaydigan qilish, bu bir İslam'ningki maqsadlardan birisi. Şuna İslam bizga davomli cemiyetga munosabatlik, oilaga munosabatlik va davlatga munosabatlik, Allah bilan o'zi o'tirishdagi munosabatlik, payg'ambarga munosabatlik, kitobga munosabatlik va bizning bu hayot yo'limizga munosabatlik hukmlarni mana bu biz tafsir qilib kelayotgan 90 nidoning ichida Alloh subhanahu va taolo umuman bayon qilgan aziz birodarlar. Alloh taolo bu oyat karimada mu'min musulmonlarning birligini buzib, ularni parchalab, har xil guruhga, tariqaga aylantirib o'tadigan, ularning o'rtasidagi muhabbat, do'stlik, kuyimchanlik, bir-birining g'amini yeyish, bir-biriga xizmat qilish, bir-biri uchun hamdamda bo'lishdan iborat eng isil ibodatlarni, axloqlarni yo'q tutib tashlab, uning o'rniga bir-biridan qochadigan, bir-biridan nafratlanadigan, bir-biriga keynini qiladigan, bir-biriga dushmanlik qiladigan omillarga sababchi bo'ladigan kasallarni va ish harakatlarni Alloh keskin chekladi bu oyat karimada. Aziz birodarlar, bo'linish, parchalanish en ahırda yem buluşunun neticesi. Allah'ın kanuniyeti, meyli Müslüman olsun, meyli kafir olsun, kaysi bir kavim, kaysi bir cemaat, kaysi bir millet, eğer o hakiki inak olsa, uyul taş olsa, bir bina gibi uyul taş olsa, ular mana bu dünyada üstün buludu, galbi kılıdı. Ular dünyada özü igi bulab, özünün haq hukukları bilan yaşayalaydı. Aksice parçalangan, bölüngen, ziddiyet urukları onun arasında çekilgan her qandaq bir kişi meyli Müslüman olsun, o asta yok oldu. Eğer ailede ziddiyet olsa, parçalansa, o aile vayran buludu. Cemiyet ziddiyet olsa, adalet urukka o cemiyetin arasına bıklangan olsa, o cemiyet vayran buludu. Şu an Allah subhanahu wa ta'ala Müslümanların arasını birleştirdiğin her qandaq işqa Allah Teala buyurdu. Ve onu kızıqtırdı. Müslümanların arasını bölüdüğün parçalaydiğin her qandaq işten o Allah subhanahu wa ta'ala tostu çekledi. Ne için? Çünkü aldığı dediğimizge okşaş birlik bulmaydıyken acizlayız. Acizliğin insan özünün üstüde amanetini götüremeydi. Özünün üstüde ağır mesuliyetini alamaydı. Özünün üstündeki yükünü o etmeyemaydı. O vayran buludu. Şuna şeytanın yolu bölünüş, parçalanış, Allah'ın yolu birlik. Allah Teala şuna müminlerin innemel mu'minun ihva. Fakat müminler bir tutkan karindaş diyor. Ayetke kirishdan burun azroq gap soldik aziz musulmonlar. Chunki bu oyatning bu qadar bizga muhimligini bildirmoqda. Alloh taolo bu oyatda yana bizning mu'min iymon sutimizni chaqirib turib, "Ijtanibu kaseeran minaz-zann." Sizlar nurg'un gumonlardan yiroq turinglar. Gumondan saqlaninglar. Haqiqatan bir qism gumon u gunoh, jinoyat o. Hatalık o. Sizler casusluk kılmanlar. Başkalarının yuşurun işlerine, mehbi işlerine
küzetmanglar. Bir-birsinlarning g'aybetini qilmanglar. Sizlarning biringlar o'zining ölüp ketgan qarindishining go'shtini yeyishni yaxshi ko'ramdi. Sizlar uni yoq ko'rmasizlar. Fakarihtumu uni yomon ko'rasizlar. Allohdan qo'rqinglar. Haqiqatan Alloh subhanahu va taolo gunohga tushib qilib, u gunohidan pushmon qilib, tövbe qilganlarning tövbesini qabul qiladi, uningga Alloh taolo rahm qiladi. Demak, oyatning qisqacha mazmuni bu aziz qarindoshlar. Endi bu oyat karimaga qarasak, oyat mu'minlarning orasidagi muomalaning yo'llarini va muomala qilish qoida usullarini bizga ko'rsatib beryapti. Ko'rsatib beryapti. Biz atrofimizdagi muomala qilgan chog'da qanday muomala qilishimiz, qanday shaklda bo'lishimizni Alloh subhanahu va taolo bu oyat karimada ko'rsatib beryapti. Ana bu yerda Alloh taolo kasiran minaz zan dedi. Ko'p nurg'un gumondan yiroq turinglar dedi. Sufyanu Savri degan olim gumon ikki xil bo'ladi. Birisi sen gumon qilsan, ammo uni so'zlamaysan, boshqalarga demaysan. Men faloni haqida mundaq gumonda bo'lib qoldim. Ustani haqida mundaroq qaravatıman deb sen boshqalarga qilgan gumoningni og'zingdan chiqarib so'zlamaysan. Ya'ni uni ko'nglingda bilasan. Uni ko'nglingga sap qo'ysan. Bu jinoyat emas bu gumon. Çünkü insan deganda boshqalarga qarata gumon bo'ladi. U jinoyat emas. Ammo gumon qilsan, so'zlaysan. Boshqalarga devitasan. Faloni haqqida, hukmi haqqida deb. Mana bu gumon haqiqatan gunoh bo'ladigan gumon aziz birodarlar. İkinci birisi gumon yana oldingi nuqtadan ikkiga bo'langanida yaxshi gumon, yomon gumon deb bo'linadi. Yaxshi gumon qilishga biz buyurilgan. Musulmonlar atrofidagilarga yaxshi gumon qilishga buyurilgan. Davomli yaxshi gumon qilamiz. Hatta ko'rgunimizni yaxshi gumonga yuklaymiz. Ammo yomon gumonni Alloh subhanahu va taolo to'sdi. Chunki yomon gumon musulmonlarning orasini bo'lib o'tadi, fojial o'tadi birodarlar. Uni islomda bo'linishga keltirib chiqaradigan omillar nurg'un bo'lib, buningki birinchisi havoya havas. Haq boyada, haqni qo'yib turib, haqqi kagili unmay, haqning qarshisiga chiqqanlik, ya'ni havoga agashganlik bu bo'linishninki bir yo'li bor. Bundan holda inson bo'linib ketadi, parchalanib ketadi. Alloh subhanahu va taolo va maxtalafallazina utul kitab illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan baynahum Sura Ali İmran'ın 19-oyatida kitob berilganlar ularga ilm kap bo'lgandan keyin hasad qilib, o'z orasida hasad qilib bo'linib ketdi dedi. Demak, boshqalarning fazilatini, martabasini, uning go'zal axloqini, uning alohidaliklarini ko'rgili unmay, men shu odamning gapini anglamayman yoki shu odamga agishamdim, ya u degan tehi bizdan xelivak tuvan odamlar o yoki kichik odamlar o deb birisi o'zining yeshiga qarab turib, birisi o'ziningki o'rniga qarab turib, iqtidori va fazilati va axloq va kishilarning iqtidori fazilatlarini qabul qilib, olmay hasad qilib, haqning g'ayriga chiqsa, mana bu kishilar, mana bu chog'da inson ozidasiz birodarlar. Ve bölünüdür. Bu cemaat, bu millet bu vakti bölünüp gidiyor. Şu hava bu böleşninki yolu. İkinci birisi guman. Bu guman ailini bölüp taşlaydı. Parçalı ötüdür. Eğer bir adam özününki ailesi de ayağına işkence bulmuşsa, o devamlı yaman guman diken, küzü düştüyken, onunla işlenmeydiken o ailede dostluk, muhabbet, birbirine bağlanış, küyünüş, o olmaydı, o parçalanıp gidiyordu.
Agar bir jamoa o'tirsida yoki ikki sherik o'tirsida bir-biriga bo'lgan ishlayning o'rniga yana undan yomon gumon qilish. Mening g'aybatimni qilganmidi? Meningki menga yomon niyatlarni qilganmidi? Ya men uchun biraz suiqasd planlayotganmidi? Ya mening dushmanim bilan birga yuriyotdi? Ya men xohlamaydigan odamlar bilan aralashdi, u menga qarshi bir fikrda bo'lganmidi deganda har xil yomon gumonlarni qilgan vaqtda u do'stlik, u qarindoshlik yoki u oila yo u jamoat hammasi parchalanadi bo'ladi. Parchalangan hamon o jamiyatda ya o oilada izzat bo'lmaydi. Hurmat bo'lmaydi. Xotirjamlik bo'lmaydi. Şu İslam ictanibu kasiran minaz-zann. Sizlar nurg'un gumonlardan yiroq turinglar. Deb alohida gumonxo'rlik kasalidan saqlanishga buyurdi. Mana Umar roziyallohu anhu bu haqda bunday dedi. "Va la tazunnanna bi kalimatin kharajat min akhika al-mu'min illa khayr. Va anta tajidu lima fil khayr mahmal." Sen mu'min qarindishingning og'zidan chiqib ketgan bir so'z bo'lsa, uni yaxshi gumon qilgin. Yaxshilikni yuklaydigan o'rinni tekin topalsang yaxshi gumon qilgin dedi. Uning gapini yomon tarafga buyurmay, uning so'zini yomon gumon qilmay, og'zidan haqancha yomon tarafga qarasaqmi yoki buning gapidan o'sha yomon gumon qilish turqi chiqib turudi degan holatdami sen unga yomon tarafga yuklama so'zladi. Musulmon yaxshi fal oladigan bo'lishi kerak. Davomli yaxshilikning yo'lini izlaydigan bo'lishi kerak. Payg'ambar alayhissalatu vassalam buningki durisini ko'ksitib, salasun lazimatun li ummati. 3 xil ish bor mening ummatimga chaplashib olgan. Ya'ni ummatdan ayrilmaydigan. Ummat bu xil kasalga davomli mubtalo bo'lib turadigan. Birinchisi shumpal. Her ishdan shumpal oladigan. Ikkinchisi hasad. Üçüncüsü yomon gumon qilish. Mana bu 3 tane halak qilg'uchi bir kasal bor ummatni. Yanda bir adam, "Ya Rasululloh, bu 3 xil kasaldan qutulishning yo'li nima? Qanday qilsak qutulamiz?" deganda Payg'ambar alayhisolatu vasallam hasad qilib qolgan chaqingda, bir odamga chidamay, hasad qilib qolgan chaqingda sen Alloh subhanahu va taolodan istig'for etqin. Ya'ni gunohining kechirim bo'lishini so'ragan. Ya Rabbim, mening qalbimga o mu'minga qarta azroq yomon ko'rish, chidamaslik, ya u mu'minning fazilatiga ko'z yumush, ya u mu'minning qilgan ishlariga azroq bo'lsin aybini tepib chiqish, menda bir narsa ko'nglimga kelib oldi, mening gunohimni kechirim qilgin deb sen davom istig'for etqin, tavba qilgin dedi. Aziz birodarlar, bir insonning fazilati, bir insonning iqtidori ya bir mu'min musulmonning yaxshi ishi o'ttirga chiqqan hamon shayton ana shu musulmonning biror aybini, biror kamchiligini yoki biror qusurini izlashga insonni undaydi. Natijada inson u mashta qilgan bilan mandaroq odam u. Ya mani qilgan bilan aslida bunda odam edi u. Deblam onun yaxshi tarafiga javob berish, yaxshi ishini qo'llash va yaxshi ishini maqtashning o'rniga yomon tarafini ko'tarib chiqarib, uni bisqit o'rnidi bu. Bu shaytonning yo'li bu. Mana bu vaqtda inson shaytonning keniga kirmaslik kerak. Chunki insonda mukammallik yo'q, insonda haqiqiy komillik yo'q. Inson bu kamchilikdan xoli emas. Agar bir insonning kamchiligini izdigil turgan vaqtda insonni kamchiliksiz topib olmaydi. Aziz birodarlar. Faqat kamchiligi yo'q, aybi yo'q, nuqsoni yo'q kishi Alloh subhanahu va taolo. Hazrat Rasul sallallohu alayhi va sallam xatolikni faq. Ammo undan boshqa hech qanday inson o xatolikni faq emas o. Shuning uchun biz boshqalarga yaxshi gumon qilishimiz lozim. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam eğer guman qilib qolsang, gumoningni rostga chiqarma, uni so'zlama, da'vatma dedi.
Agar shumpal ap qalsang, minglayva. Chunki Allohning irodasi bilan har qanday ish bo'ladi dedi. Demak, bu üç xil kesel musulman insanda ya her bir insanda bulunduğanlıkını Peygamber Aleyhisselam haber verip ama insan muşu keseli tutqal vakitte ya bu kesel qo'zg'algan chaqda onun qandaq tedbir qilish, qandaq durusini qilishligini ham İslam bunu ko'rsatib qo'yadi birodarlar. Şunu biz bu yerda Peygamber Allah Subhanahu ve Teala hakikaten sizin nurgun gumandan saqlanma degan bu buyruqqa amal qilishni aytadi. O cemiyet ya o cemaat ya ki o kişiler ya o palanı deb davamlı yaman guman qilmaydi. Yaman guman nereden kelib chiqdi o desa, bilmaganlikdan kelib chiqdi. Sen onu bilemsen, ya bilmaysan. Aldı bilen bilish kerak. Biz başkalardan algan haber bilen ya başkalarının sübetliğinin sübti bilenler onun o kişi üstünden hüküm çıkarış ya o kişiye karşı ideya turguluş bundak mundak der bu hata bu. Allah hakikaten kök gumandan size saklananlar. Yani nurgun gumanlardan saklananlar dedi. Çünkü nurgun gumanın neticesi insanı hatalaştırıyordu. İnsanı günahkar kılıdı. Hata hüküm çıkarışına sebepçi bunu da buradarlar. Müslüman insanın kılıdığın işi İslam dini de delil üstü bilen, delilge asasen emeli ya ki ilmi pak asasen hüküm çıkarırdı ya onun üstünden baha verirdi. Ama anlayan gap bilen hüküm çıkarmaydı o. Bundaqda Allah Subhanahu ve Teala inne ba'de zanni ismun hakikaten bazı bir kısım gumanla günah cinayet dedi. Bundaqda yeni bir kısmı istiyor. Bu günah emas mı? Günah bo'lmaydigan gumanla var mı? Elbette var. Elbette var. Guman qilishga sebep bo'lsa yoki guman qilish yomon guman qilishga undaydigan yomon guman qilish undaydigan bir ish o'tirib bo'lsa bu vaqtda yomon guman qilish bilan musulmon o'zini saqlash kerak aziz birodarlar. Yaxshi guman qildim deb har qanday kishiga soddilarcha ishining soddilarcha uningga ergishin soddilarcha gapini tasdiqlam demaydi islom. Bu yaman guman qilmang degan ko'nglimizda uning haqida tunish emas, ya'ni tunishmaysiz, ya uning bilan olishib boqmadingiz, ya uning bilan biror suhbatda birga o'tirib boqmadingiz, ya uni tafsilotni o'qimaysiz. Bunda bo'lib qolsangiz, ko'nglingizni ehtiyot qilsangiz undan. Bo'ladi. Ammo gap qilishga bo'lmaydi. O degan unda qadam deb gap qilishga bo'lmaydi. Lekin ehtiyot qilishga bo'ladi. Bu haqda bir Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ko'rsatmalari var. Ömer radıyallahu anhu bir kişiden sen bunun bilan safar qilib baqdingmi? Birga o'tirib baqdingmi? Yoki savdo qilib baqdingmi? deb so'ragan. İşenish to'g'risida. Biz tanımaydigan kishilarga ehtiyotda bo'lamiz. Tanımaydigan kishilardan yaman guman qilmagan holatida yoki uningga yaman hukm chiqarmagan holatida o'zimizni saqlaymiz. Masalan bu yerda bir qism gumonlar gunoh emas. Buning alomati topilgan vaqtda masalan bir qarindishimiz paranglashib o'tibdi. Biz uning qishga kelgan vaqtda darhol to'xtab olgan bo'lsa, bu mening haqqimda yaman guman qilayotgan o'xshaydi degan yoki uyda bir ayolimiz telefonda so'zlashib o'tibdi, uning ovozini yuqori chiqarib qo'yib, biz ishdan kirgandan keyin darhol o telefonni uzatgan bo'lsa yoki uning ovozini pastlatgan bo'lsa, bu vaqtda biz mana bu gumonga asosan buni yeb uch qilib turib
uni tekshirish, aniqlash va uning haqida ehtiyotjon muomalada bo'lish bu haqliqdir. Allohning bu yerda degani mutlaq alomati, pokiti bo'lmagan gumonni qilma. Bunday gumondan saqlanmaydi. Agar uning biror aloqasi, yomon gumon qilishga bo'lgan aloqa yoki sabab bo'lib qolsa, o vaqtda musulmon bu orqali gumon qilib o'zini nima qilish kerak? Mudofaa qilish kerak, qo'g'dash kerak. Shunga bu ba'zida boshqalar haqida yomon gumon qilish, balkim bu tunishmaganlikin meni bir odam keldi masalan, men tunimayman, u mu'min musulmon, ammo u menga bir qarz bering degan bo'lsa, men uningga bermayman. Chunki men uningga bermaslikim, uni yaxshi tunimaganlikdan yoki uning bilan bundan burun muomala qilib boqmaganlikdan bermayman. Bu nuqtadan men uningga yomon gumon qilsam, bu gunohkor bo'lmayman. Şunu İslam bu xil shaklda sen yomon gumon qilsang bo'ladi deydi. Inna ba'da zanni ismun. Haqiqatan bir qism gumonlar gunoh, yana bir qismlari u gunoh emas. Musulmon inson u sodda emas. Mana biz davomli boshqalarga oson ishonganlikdan, so'ziga ham boshqalarning ishonib ketganlikdan tekrar aldığını vatımızda buradarlar. Millet buluş sütümüzden aldığını vatımız. Bugün Müslümanlar Yahudiler aldandı. Hristiyanlar aldandı. Müslümanlar İslam'ın düşmanlarına aldandı. Aldığını vatımda devamlı. İslam düşmanları Müslümanlarını her vakit aldaş bilen kalbak oldu. Ular cenk meydanlarda kokudu, kaçıdı. Ama yeni fikir bilen Müslümanlarını yengen. Şuna biz ihtiyaccan buluş, bu Müslümanları saklaydıgan bir amil bu. Bu guman kıma, degen gap, kim kelsi işini, tunumugan gibi işinin, bilmegen gibi işinin, siz onun bilen alaka, münasebetiniz bulmagan gibi işinin, xuddi onun bilen dostunuz gibi, yakınınız gibi muamele kılın degen gap emas bu. Bunu farqlandirish kerak. وَلَا تَجَسَّسُوا. Allah ikkinchi kisalni bizga bayon qilib, kishilarning aybini kovlamanglar, buni izlamanglar. Josuslik bir jamoatni yeni bir jamoatga ma'lumotini yetkazish bilan, yo bir shaxsningki ma'lumotini davlatga yoki jamiyatga yetkazish bilan, yoki bir qavmning ahvolini yana bir qavmga yetkazish bilan bo'ladi aziz birodarlar. Bu en mühim olan bir tema. Bugün Allah Subhanahu ve Teala bizge bu yerde bu hakta mı yol yürük verdi. Demek sen etrafındaki Müslüman insanların, etrafındaki işendilik kişilerin, etrafında sen arlaşıvatkan dostların, kolun koşmaların, yakın yürüklerinin ve senin cemiyetinde turuvatkan pakize insanların kemçiliki, hatalıkı ya onun bazı eyip noksanlarını açık et. Onun davamlı tınlap, iniklap tek görüp, onun iz koğlap, onu sen aşkarlavatma dedi İslam. İslam her bir Müslümanın izzetini koğdaşka, hürmetini koğdaşka, hak hukukunu koğdaşka en ehemmiyet vergen din bu adaylar. Bana bugünkü günde İslam düşmanları insanların en içkiri sahalıgıçılık, kirip, öldürücülük, kamera uğurlaştırgan, telefon sözlüşçülük, onu tanışıgan, hatta onun her bir hareketini küzütüp kontrol kılgan aletideki bunda casusluk tanıdıgan din emas bu. Her bir şahsının ahvalıga nazar salıngan din emas. İslam davamlı hatalık olsa, yapıdığan, yögeydiğan, kemçilikleri olsa onu etme kılıdığan. Madami ki o şu hatalıkını, şu kemçilikini yaman niyet bilen kılmagan olsa. Etme kılıdığan din o. Çünkü Allah deydi o, bir yerde casuslık kılmalasıdır deydi. Bir Müslümanını, İslam Müslümanını
musulmonning dushmaniga chekish, musulmonning dushmaniga setish, musulmonning dushmaniga uning xabarlarini, ma'lumotlarini yetkazish bu bir tarafdan agar uni qiluvchining niyatiga bog'liq bo'lib qolsa, u kufrlik aziz birodarlar. Masalan, musulmonni o'chkirib, dushman tutib, musulmonning taraqqiy qilishi, gullashi, musulmonning bir birlashib kuchayishi, musulmonning o'zining haq huquqiga yetishini xohlamasdan boshqa dushmanlarga yetkazib qolgan bo'lsa, bu degan kufrlik bor. Uning namoz o'qigini, uning ro'za tutishini, uning masjidga kelgini, uning men musulmon deb da'vo qilgani hammasi bir. Ammo pul iqtisodga aldanib, huquq mansabga aldanib, agar o musulmonga ziyonkashlik qilgan bo'lsa, bu ham eng og'ir jinoyat bo'ladi. Shunalloh wala tajassasu. Bu yerdagi sizlar josuslik qilmanglar. Degani musulmonning kamchiligini izlamanglar. Kang qo'saqlik bo'ladi. Islom kang qo'saqlik ustiga qurilgan. Er kishi ayolining kamchiligi, ayib nuqsonlari, xatoligi bo'lsa, uni davomli izlaydigan, xotirlaydigan ayol kishi erininkini, qo'shnisinikini, yana birisinikini izlaydigan. Bu to'g'ri emas aziz birodarlar. Bir musulmon uy sog'an bo'lsa, uning pulini nereden tepsapti? Mashina mingan bo'lsa, uning pulini nereden tepibdi tijorat qilmay? Agar bir musulmon tijorat qilmay 5 yil yashagan bo'lsa, uningga nereden pul keladi ekan? Biz undaq uyni salammadik. Biz undaq mashinani minammadik. Biz undaq yaşayammadik. Acaba u yaşay oladi ekan bu. Buning bir masala bor. Buning tagida bir sir bor. Uni tekshirib bakmak lazım. Uni aniqlab bakmak lazım. Degan bu o'xshash, bu shaklda sizlar josuslik qilmanglar deydi islom. Bu yaxshi adab emas bu. Chunki musulmonning izzatiga, musulmonning hurmatiga, musulmonning huquqiga, musulmonning aminligiga bu ziyon solganlik aziz birodarlar. Ammo yana bu yerda ham agar uning shu qilmishlari, ana shunday aniqlash, tekshirish, so'roq qilish va uni tahqiqlashga tegishli bo'lgan ba'zi bir amallarga abbasa, uni aniqlash kerak, tekshirish kerak. Islom bu yerda wala tajassasu deyish orqali musulmonning sahvallikdan bo'lgan bir xatoligini, kichikgina bir xatoligini ko'tarib ochib, uning fazilatini yepish, uning iqtidoriga qarshi turish, uning jamiyatga o'rnini tushirish, ma'ashla qilishga bo'lmaydi aziz birodarlar. Bu shak shubhasiz harom bu. Eng og'ir jinoyat bu. Mana bugun islom dushmanlari mashu vosita bilan birebir musulmonlarning yetakchilarini yoki jamiyatda yaxshi xizmat qilayotganlarni agar uni yiqitmoqchi bo'lsa, uning biror bir kamchiligini o'tirib chiqarib, shu orqali yiqitadi. Wala tajassasu deydi Alloh. Josuslik qilmanglar deydi. Bu tema eng muhim tema. O musulmonga uning ichki ishlariga aralashmanglar demakdir. Umuman qilib aytganda, sizlar uning ichki ishlariga aralashmanglar. Ichki ishlariga kirmanglar. Sizning pulinglar qanchalik pulinglar bor? Deganda bu ichki ishlarga aralashmanglar. Qanday pul topyapsizlar? Nereden pul kelyapti? Deganda bunda ichki ishlarga aralashmanglar. Bir xizmat qilgan bo'lsa, sen bu xizmat nereden chiqdi? Menga kelmagan xizmat, bunda ichki ishlarga aralashmanglar. Her bir insanın bir ichki ishi bor. Sizlar bunga aralashmanglar. Hatta İslam aşkarı bu qonunni yepinglar. Men satara musliman satarahulloh. Bir musulmonni yapgan bo'lsa, Alloh uning yapidi deb Payg'ambar alayhisolatu vasallam hadis bayon qilgan. Shuna bu josuslikdan, g'aybatdan yiroq bo'lish. Alın degan Allah subhanahu wa ta'ala wala tajassasu degandan keyin wala yaghtab ba'dukum ba'da. Bir-biringlarning g'aybatini qilmanglar dedi. G'aybat bir tarafdan bo'lmaydi, ikki tarafdan bo'ladi. Sen bir kishining g'aybatini qilsan, o sening g'aybatini qiladi. O bunda debdi ya o da.
G'aybat degan nima? Abi Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilingan hadisda payg'ambar alayhisolatu vasallamga mal g'aybat deyildi. G'aybat degan nima ya Rasululloh deb Rasulullohdan tunishtirib berishni talab qilinganda payg'ambarim zikruka akhaka bima yakrahu. G'aybat degan qarindishing sening deyishingni xohlamaydigan narsa bilan qarindishingni tilga olganliging. Ya'ni bir insonning xohlamaydigan ishini devitish, xohlamaydigan sukutini devitish, xohlamaydigan ishini devitish. Mana bu g'aybat. Bu g'aybat aziz birodarlar. Sağla, undaqda ya Rasulullah, agar mening qarindishimda men degan ish bu qasicho degan chaqda payg'ambar alayhisalom bu qasa sen degan ish bu qasa amaliy bu qasa u g'aybat. Agar bu bo'lmay qolsa nima? Tuhmatdir. Bo'hton dedi. Uningga qor suvg'anlik deb Rasululloh bu xabarni berdi aziz birodarlar. Demak, bir insonni o palani igizdi, palani pakadi, palani undaq adamdi, ya mundaq adamdi deganga o'xshagan o bir boshqalarning eg'iziga chiqishni xohlamaydigan, boshqalarning tilga ilishini yoqtirmaydigan ish bilan qilinishimizda tilga olganlik, mana bu g'aybat aziz birodarlar. Allah va la yaqtab ba'dukum ba'da, bir-biringlarning g'aybatini qilmanglar. G'aybat buning ijtimoiy ta'siri, oilaviy ta'siri va kishilarga kelib turadigan zina, Allohning oldidagi gunohi haqida so'zlasak, bu haqiqatan bir muhim bir tema bu. Hatto buningda maxsus kitoblar yozilgan aziz birodarlar. Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu bunda deydi, payg'ambar alayhisolatu vasallam hadisda ya ma'shara man amana va lam yubdil imanu fi qulubihim degan bir hadisda. Ey iman etgan, ya'ni tilda iman etgan, la ilaha illalloh degan, Muhammadur Rasululloh degan, tilda iman etgan, iman qalbiga singmagan, kirmagan kishilar jamoatidir. La tagtabu, sizlar g'aybat qilmanglar. Rasululloh g'aybat qilishni musulmonlarning aybi, kamchiligi va musulmonlar o'zi yushirayotgan ishlarni oshkorlash uchun ergashganlikni imanning qalbga kirmaganligini bayon qiladi birodarlar. Chunki iymon qalbga ta'sir ko'rsatadi. Qalb ta'sir ko'rsatgan zaman o qalb iymonli qalb insonning qo'lini, insonning ko'zini, insonning tilini, insonning putunini, oxirida insonning umumiy jismini, a'zolarini nima idora qiladi. Shu qo'l haromdan tutishdan qo'rqadi. Put harom tarafga minishdan qo'rqadi. Til haromni so'zlashdan, ko'z haromga qarashdan, qalb hatto haromni o'ylashdan qo'rqadi. Ammo g'aybat ang eg'ir gunoh. Rasululloh al-g'aybat ashaddu min az-zina. Bu g'aybat degan zinodan eg'ir. Yoki o'zining onasi bilan zino qilganlikdan eg'ir deb Rasululloh bayon qildi. Chunki inson zinoni yomon ko'radi, qochadi. Zinodan qo'rqadi, ammo g'aybatni qo'rqmaslik mumkin. Hatto g'aybat shunday bir kasalki, inson agar u kasal bilan zaharlanganda ana uni shu g'aybatni qilish orqali kasalining xumorini bosmasa, u boshqa ish bilan o'zining xumorini bosamaydi birodarlar. Xuddi atun chiqib qolgan kishi shu chekisi kelib qolgan vaqtda chekmasa, o'shilanmaganda g'aybat xor, mayli yaxshi odam bo'lsin, mayli yomon odam bo'lsin, bu g'aybatni qilmasa, u nima qilinmaydi? Saqlanmaydi. Bu g'aybat oilani buzadi, jamiyatni buzadi, davlatni yiqitadi, shaxslarni yiroqlashtiradi. Eng og'irsi bu orqali musulmon parchalanadi. Darismizning boshida deganda, musulmon parchalandi, musulmon ojizlashadi. Ojizlashgan aman o ustiga yuklangan Qur'on amonati, hadis amonati, din amonatini ko'tarolmaydi. Va ota ajdodlaridan meros qolib qolgan vatan amonatini qo'g'day olmaydi. Yurtning bexatarligini himoya qila olmaydi. Zolimga qarshi tura olmaydi. Mazlumga panohgoh bo'la olmaydi. Natijada uning qonlari eqishqa, mollari bilan talon qilishqa, izzat hurmati hammasi dafsanda bo'lishqa boshlaydi birodarlar. O g'aybat haqiqatan ig'ir.
Günah bu. Vela tetetebba'u avratihim. Mana ularning ayıplarga ergashmanglar deb qo'yib, fa innahu man yattabi avratil muslimin yattabi'ulloha va la. Qanday bir kishi musulmonlarning ayibiga, kamchiligiga, musulmon boshqalarning kurak qilishini, anglab qilishini, boshqalarning ig'ziga chiqib qilishini xohlamaydigan, o'zi yushurgan, yo'gab qilgan ishlarini tekshirib, aniqlab, odam silib qilgan bo'lsa, mana shunday musulmonlarning aybiga ergashgan bo'lsa, Alloh uning aybiga ergashadi deydi. Ya'ni Allohning ko'zi uning qilgan ishini biladi, birodarlar. Natija qanday bir kishi Alloh uning aybiga ergashgan bo'lsa, Alloh uni uyning ichida bo'lsin rasvo qiladi. Demakki, bir musulmonning kamchiligiga yoygan, jamiyatga pash qilgan, u orqali musulmonning hurmatini, izzatini, obro'yini yo'q qilgan, musulmon jamiyatini pash qilgan odamlarning jazosi Allohning undakini sharmanda qilish bilan. Shu davomli millat xoinlari, vatan xoinlari, musulmonlarning dushmanlari o rasvo bo'lmay hech bir qachon dunyodan ketgani yo'q. Uni Alloh har vaqt rasvo qilyapti. Bu ig'ir gunoh bu. Alloh subhanahu va taolo o'zaro bir-birsini g'aybatini qilmanglar deb to'sab bo'lgandan keyin g'aybat qilishni Alloh subhanahu va taolo o'lib ketgan go'shtni yeyishga o'xshatdi. Nima dedi? Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan. O'zining o'lib ketgan qarindishininki go'shtini yeyishni yaxshi ko'ramdi bu kim? Bu vijdonga xitob qilyapti. Bu sening qarindishing, sen boshqa insonning g'aybatini qilganlik, uni o'ltaganlik. O'ltaganlik. İnsan, aziz birodarlar, 60 yillik ömrü bilan yaşagan bo'lsa, yani insan o'zining yaxshi ish izlari bilan ham yashaydi. Yoki yomon ish izlari bilan yashaydi. Mana bugun 1000 yil, 2000 yil Fir'aun deymiz, Musa deymiz, Abu Jahl deymiz, Abu Lahab deymiz. Hammasi mana bugungi kunga qadar qilgan yaxshi ish bo'lsa, yaxshi ish, yomon ishlar bo'lsa, yomon ishlar bilan yashab kelyapti. Demek bir musulmonning hayoti ikki xil bo'ladi. Biri jismi bilan yashaydigan, yana birisi o musulmon o'zining nomi, amali bilan yashaydigan. Birinchi uning g'aybatini qilgan inson, uning yaxshi amali, yaxshi sifati bilan yashaydigan umriga pichoq qilgan inson, qasligan inson. Uni o'ltagan, val fitnatu ashaddu bilan qatl. Alloh taolo fitna adam o'ltirganlikdan yomon dedi. Bir musulmonning obro'yini to'kkanlik, bir musulmonning g'aybatini qilganlik, bu adam o'ltirganlikni aytadi. Yana birisi o'lib ketgan narsa eng sesiq turaydi insonlar. Aziz birodarlar, sesib ketgan, o'lib ketgan, texi o'zining qarindishi, ana shuning go'shtini yeyishni xohlamsan. Sen qarindishingni o'ltamoqchimi? Qarindishingni sesitmoqchimi? Qarindishingni shu holga tushirib turib yemoqchimisan dedi. Yeb yutib atmoqchimi dedi. G'aybat insonni o'ldiradi. G'aybat insonning nomini sesibroq aylantiradi. G'aybat uni aziz birodarlar yegizadi. Masalan, bir g'aybat qilsa, bir turkmadamni yo'q qiladi. Alloh subhanahu va taolo fakarihtumu sizlar uni yomon ko'rsatadi. Acaba qarindishingning pok go'shini, qarindishingning zaharli go'shini yeyishni yomon ko'rmamsa deb Alloh subhanahu va taolo mana bu g'aybatning haqida ajoyib gap qildi. G'aybat u fakarkan, bu igizkan, bu oqkan, bu qarikan, av yaxshi ekan, mov yomonkan, mana bu sohalarda gap qilish hammasi g'aybat. Demak, bir insonning oldida qarab turib demaydigan, onun bilen aldığını desem hiçbir hicil bulmaydıgan her kandak sözü deyiş, her kandak süpet bilen süpetleş, ya her kandak yapma kılış, o ya ki gaybet ya ki böhtan izbradır. Allah bu arkalık bizne bir pak İslami aile, cemiyet, cemaat, dostluk kuruş arkalık
musulmonlarning izzati hurmatini qo'g'digan, musulmonlarning xotirjamligini saqlagan holatda yashashga buyurdi birodarlar. Bu haqda ruxsat qilingan g'aybatlarmi bor? Uni inshaalloh o'zini o'rnatamiz. Vattaqulloh, Allohdan taqvolik qilinglar deydi. Allohdan qo'rqinglar. G'aybat qilishda Allohdan qo'rqinglar. Jasuslik qilishda Allohdan qo'rqinglar. Yomon gumon qilishda Allohdan qo'rqinglar sizlar. Taqvolik Alloh buyurganini qilish va Alloh do'stini deymiz. Demak, bu orqali islom bir musulmonning jamiyatida ham masjidda yashagandek bo'lishga buyuradi. Chunki namozni buzadigan, ro'zani buzadigan, hajni buzadigan omil bo'g'iniga o'xshash musulmonning taqvoligini davom buzadigan ishlar. Alloh do'stini. Musulmon axloq bilan ibodatda, muomalasi bilan ibodatda, boshqalarga qilgan yaxshiligi bilan ibodatda, jihodi bilan ibodatda, namozi bilan ibodatda, zakati bilan ibodatda, ro'zasi bilan ibodatda, musulmon g'aybatdan saqlanish bilan ibodatda, josuslikdan saqlanish bilan ibodatda, yomon gumon qilishdan saqlanish bilan ibodatda. Madomiki musulmon inson mana bu ishga chiqib qolsa, u ibodatni buzgan bo'ladi birodarlar. Innalloha tawwabur rahim. Alloh subhanahu va taolo tavbani qabul qilguchi. Chunki tushmayman deydigan bir inson yo'q. Mehribon, rahim qilguchi agar inson g'aybat bo'ladiganligini bilmay g'aybat qilib qolgan bo'lsa, Alloh ana shu kishining gunohini kechirim qiladi deydi. Demak, Alloh bu oyat kalima bilan musulmonlarning ichidagi eng rezil, past, har qanday inson o'ziga nisbat berishni xohlamaydigan, yomon ko'radigan, ammo o'zi eng ko'p tutadigan bu kasallar haqida bizga alohida yo'l yo'q berdi. Chunki bu oldida deganimizga o'xshash parchalaydi aziz birodarlar. Musulmonlarni parchalaydi, bo'ladi. Eng og'zli qulluq va xorliq qilib bordi. Qur'on bilan yashayanmaslikqa, hadis bilan yashayanmaslikqa, islomiy o'lcham bilan yashayanmaslikqa, bir millat o'zining tuprog'ida, vatanida yashayanmaslikqa mana bu kasallar ilib bordi birodarlar. Biz yıllardan beri mana musulmonlar bir-birining g'aybatini qilish, bir-biri ustidan shikoyat qilish, bir-biriga shunday o'rik olib sutas qilish, bir-birini boshqalarga chekish, boshqalarga setish badaliga hech kim oradan ko'klayolmay, kuchayolmay, taraqqiy qilolmay, natijada hammasi uning badalini, ig'ir azobini tortadi. Bugun millat dunyoda eng ig'ir zulmni tortadi. Buning sababi eng ig'ir xiyonatni qilganlik, xoinlikni qilganlik. Chunki qarshi tarafni o'zining qarindishi ko'rsa, qarshi tarafni o'zining millati ko'rsa, qarshi tarafni o'zining birodari ko'rsa, qarshi tarafga haqiqiy o'ziningki his tuyg'usida men u, biz u deb his qilamiz, unda ziyonkashlikni, unda xiyonatni qilmay tazbirat. Islom dushmanlari ularning ko'nglini yuvish orqali, har xil tashviqotlar orqali ko'rsatdi, natijada ular unga aldandi. Allah subhanahu va taolo mana bizni bu xil illatlardan, kasallardan saqlasin. Allah bizni bundan qutqarsin, birodarlar. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.